Assalomu alaykum Instagram kuzatuvchilari. Men bu klinikani, ya'ni Abdurahmon Hasanov klinikasini 22 yildan buyon bilaman. Chunki o'sha payti meni jiyanlarim, o'g'limni mana shu klinika davolab, hozirgi kunda Allohga shukr sog'ligi yaxshi, muammosi yo'q. 22 yildan keyin yana murojaat qilishga to'g'ri keldi. Sababi nevaramning tomog'i ko'p og'rirdi. Buni o'tgan yili fevral oyidan buyon adenoidini oldiramiz deb qaysi doktorga ko'rsatsak, adenoidini olishda maslahat berishardi. Bularda hech qanaqa muammo yo'q. Kelgandan kutib olishlarini ko'rsalaring. Biz o'zi asli Samarqandlikmiz. Samarqanddan olib kelib ko'rsatganman men o'g'illarimni. Abdurahmon Hasanovni qidirib keldim. Xudoga shukr bu kishi ishlayotgan ekanlar. Mana men nevaramni 1 oy oldin davolatib ketgandim. Hech qanaqa muammosiz sog'ayib ketdi, Allohga shukr. Men bu klinikaga ishlariga omad. Kim agar nevarasini, bolalarini adenoidini oldiraman desa, boshqa vrachlar, mana shu Abdurahmon akaga kelib bir maslahat so'rashlaringni iltimos qilib qolaman. Chunki bizlarda operatsiyaga aytishgan edi. Operatsiyaga hamma narsani tayyorlaganmiz, lekin oxiri mana shu kishining xulosasi men uchun kerak bo'ldi. O'shaning uchun keldim va adenoidini oldirmadim. Adenoidi ham Alloh bergan organ-ku axir. Shuning uchun men mana shu klinikani doim sizlarga tavsiya qilaman.